aka nima balo qildinglar bu 200 ming dollarlik zapravkani 30 ming dollar kerak bo'lsa 15 ming dollarga ham churib qo'yibsizlar. Yaxshi emas bu aka. Shuncha odam nonini yarimta qilib aka dastavka ham qilib beramiz ashuning ichida. Yana bepul ham bor. Akalarga innovatsion narsalarni vaqti biz tashabbuslar qilishsa, vodiy o'zi har doim yengillik qilishni bilasizmi? Birinchi o'rinda ketadi bor-ku. Xo'p, bu benzin zapravkalarimiz hozir yangi innovatsion benzin zapravkalar, aholiga qulaylik maqsadida shu qilingan narsalar. Buni qo'yishda har xil talablari bor. Bu joyda talabi pajarniy talabi bo'yicha, sanoat xavfsizligining talablari bo'yicha qo'yiladi, o'rnatiladi. Qarochi ko'chirib boshiga olib borib, ustunovka qilib yana ishlasa bo'laveradi. O'rtoqlar, qaranglar, shuncha narsani eshitgan edim, lekin ana Damazlarda yoki Labolada yoki qanaqadir borib benzin quyib berishayotganini eshitdim, lekin aynan hozirgi paytda dunyo standartlariga javob beradigan, ya'ni o'zimizni Farg'onada bu taka, Farg'onada mana shunaqa narsalar ishlab chiqarilayotgan ekan, lekin haqiqatan besh ketdim bor. Biznesmenlar bor-da. Biznesmenlar bor. O'zini shaxsiy biznesini rivojlantirsa bo'ladi, bemalol, to'g'rimi aka? Albatta. Misol uchun Esengi davlatlardan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'oniston farqi yo'q, o'rtoqlar. Любой joyga chiqib turib, misol uchun ustunlikka xizmatlarni qilib beramiz, kelib turib, misol uchun kelishilgan ahilda shotligan odamlar bilan bemalol o'zinglar qo'shib anaqa qilsanglar bo'ladi akani. 2 xil mahsulotli, 3 xil mahsulotli, 4 xil mahsulotli, 5 xil mahsulotli qilib fonni haligi talabiga mos qilib berishimiz mumkin. 80, 92, 95 dizel topливаga qilishimiz mumkin. Endi jahon standartlariga mos qilib mana kolonkalarimiz ham garantiyali kolonkalar. Issiqda kunida ichidagi benzin ispariniya bo'lmasligi uchun issiqqa sovuqqa himoya qilingan. O'rtoqlar, videoni like bosib, kommentariy yozib, o'zingizning fikrlarni yozib qo'ysanglar, kommentariyada juda ham xursand bo'lardim hamda iloji boricha maksimal darajada ko'proq odamga tarqatib qo'yinglar. Nimagaki hozirgi paytda biznes qilmoqchi bo'lgan insonlar juda ko'p aldanib qolishmasin deb mana tayyor mahsulot ishlab chiqarish zavod. Mana zavod o'ziga kelganmiz. Kelib turib misol uchun pullarni olib kelishsa, misol qanaqadir narsalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun maslahat berib turib, kerak bo'lsa, misol uchun o'sha yo'lda bitta kichkinasini biznes chiqib berishadi. Ko'rdinglar? Bemalol hozir. Hattoki Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyaga ham eksport qilib dastavka qilib beramiz. Muammo yo'q. Lekin bu narsani oddiy narsa emas, kichkina narsa. Buni ko'tarib olib turib taksiga chiqazib ko'pirtiga to'la qolsin demaydi. Katta narsani dastavkasi qimmat bo'ladi, lekin O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul, o'rtoqlar. Kutib qolamiz, xudo xolisa. Rahmat, sog' bo'ling. Passiv nomerlarga tezda murojaat qilasizlar. Davay ketdi.